Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyarısı da Gacaroz, Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü İslahı 2022 yıl 6. ayının 28. günü. Keçikip kaldım keçin ala vatandaşlar. Bugünkü vaziyetten esek bir cümle. 7 devlet güruhi devlet başlıklarının bu katımkı Germaniya Emovol şehirde ötküzülgen yığını da Cungo doğrusudaki siyaseti hem aydınlaştı. Kişilik hukuk doğrusu da kattık bir cümle ibarı işletti. Ötken yılı işletilmegen ibarını işletti. Onundaki NATO'nun siyasetimiz zor özgürüş buldu. Cungo doğrusudaki cümle muhakemelerinin nemi buluşudan katı nazar, NATO aslideki 40 bin kişilik muntazam armiyasını hazır 7-8'e yani 320 bin kişilik armiya toluqlaşqa özgertip NATO bundan keyin 300 bin kişilik harbiy qo'shin saqlaydigan, tutadigan bo'ldi bu xalqaro vaziyat. Vatandaş, endilikda men sizlarga shu asosli leksiya so'zlayman. Bugun birinchi mavzumundaq Amerika Cungo davlat rahbarlari kelgusi bir necha kun ichida telefon orqali so'zlashdi. Ikki davlat, 20 davlat guruhi yuqori darajaliklar yig'ini mezgilida Tashqi ishlar ministrlari yig'in o'tkazishni planladi. Mavzuli xabar 6 ayning 28 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlar davlat bexatarligi bo'yicha prezident Joe Bidenning maslahatchisi Jack Sullivan 6 ayning 27 kuni mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Joe Biden Jungoning raisi Xi Jinping bilan bir necha hafta ichida ko'rishishi mumkinligi bor. Lekin 7 davlat guruhi yig'ini oxirlashish bilan uchrashmaydi. Jack Sullivan muxbirlarga mundaq ko'rsatdi. 7 davlat guruhi NATO'ga a'zo davlatlar o'rtasida Jungoning xirislariga taqobil turish jihati jiddiy maslahatlashishga ehtiyojli. O'xshashlar dunyoda yetakchi o'rinda turib kelayotganini bozor egaligiga o'tgan demokratik davlatlar o'rtasida qadamni moslashtirib, buning ichida xirislariga taqobil turishga ehtiyojli bo'libmi, Jungoning g'ayribozor egaligidagi haddiy harakatlariga, xalqaro Jungoning qarz ilm berim markazlariga va Jungoning kishilik huquqni dafsanda qilish harakatlariga taqobil turishlari kerak. Ya'ni 7 davlat guruhi. NATO'ga a'zo davlat rahbarlari o'sha haftaning oxirigacha Ispaniyaning Madrid shahrida uchrashdi. Amerika amaldorlari tahlil qilib, mundaq ko'rsatdi. Muhokama Jumhur Xalq Jamhuriyati masalasini kun tartibga elib keladigan, avval o'ylashadigan masalalar ustida elib beriladi. Chunki NATO bu yil yangi strategik siyosat hukmini tasdiqlaydi. Bu 1949-yil Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkiloti qurilgandan keyingi xizmatlarning ichida muhim bir hujjat va xizmatdir. Ya'ni strategik siyosat hukmi 2010-yil hosil bo'lgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan mundaq ko'rsatdi. NATO'ning strategik siyosat hukmi tarixda misli ko'rilib boqmagan bir shaklda Jungo paydo qilgan xiristlarni sharhlaydi. 200 dan ortiq Amerikalik Jungoda nazarbandda turibdi. 30 dan ortiq Amerikalikning Jungoda chegaradan chiqishi cheklandi. Amerikalik, rasmiy Amerikalik Jungoda chegaradan chiqishi cheklandi. Ko'ring bu ishlarni. Yani ba'zi ishlarchi chegaradan chiroyli chiqarib, chiroyli yo'lga qo'ygan ishlar bor vatandoshlar.